O'rtoq, bironta yaxshi stomatolog bilasanmi? Nega? Nima kerak qol? Ancha vaqtdan beri tishim og'riyapti-yu, lekin davolashdan qo'rqyapman-da. Bir tanishim spid yuqtirib olgan ekan. Yo'q, rostdanmi? Lekin hozir ishonchli joyga bormasang, rostdan ham kasallik yuqtirib olish hech gap emas. Stomatolog xizmatidan foydalanganda litsenziyaga ega davlat yoki xususiy tibbiy muassasalarga murojaat qiling. Uy sharoitida yoki tanish shifokorlar xizmatidan saqlaning. Gigiyena talablariga e'tibor bering. Kabinet tozaligi, dezinfeksiya vositalari, sterilizatsiya uchun maxsus jihozlar, avtoklav mavjud bo'lishi kerak. Qo'lqop, niqob, igna, shpris, so'rg'ich, paxta, doka va og'iz chayish uchun ishlatiladigan stakanlar faqat bir marta ishlatilishi kerak. Metall asboblar steril holatda bo'lishi shart. Ular avtoklavda 120-134 gradus bu holatda sterilizatsiya qilinishi kerak. Shifokor sizning ko'zingiz oldida steril paketni ochsa, bu yaxshi belgi. Shifokor har bir bemordan oldin va keyin qo'llarini antiseptik vositalar bilan tozalashi kerak. O'zingizning tibbiy ma'lumotlaringizni ayting. Masalan, allergiya, yurak kasalligi yoki qon ivish muammolari bo'lsa, oldinroq ogohlantiring. Zaxm, yallig'lanish yoki og'izdagi yara bo'lsa, vaqtincha bormang. Bu holatda infeksiya yuqish xavfi yuqori bo'ladi. Shifokor niqobda va qo'lqopda ishlayotganini kuzating. Agar bunga amal qilmasa, muolajani to'xtatishni so'rashingiz mumkin. Ishlatilayotgan asbob va materiallar haqida savol berishdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Agar muolajadan keyin isitma, shishish yoki og'riq paydo bo'lsa, darhol vrachga murojaat qiling.